Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda xabarlar. Studiyada Hurmatay Nurmatova. Avval bugungi dasturdan qisqacha. Bishkekda ommaviy zaharlanish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'aldi. Bishkekda marshrut haydovchilarining qatnovlari to'xtatildi. Ish tashlash qachongacha davom etadi? O'shda prokurorlar bilan tergovchilar poraxo'rlikda ayblandi. Qo'yilgan aybga huquqni himoya qilish organlarining javobi qanday? Futbol bo'yicha Qirg'izistonning Super Kubogini O'shning Oloy jamoasi ikkinchi marta qo'lga kiritdi. Alato restoranidagi ommaviy zaharlanish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'aldi. Bu haqda Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasi bildirdi. Jinoiy ish 2 modda bo'yicha sanitar-epidemiologiya me'yorlarini buzish va xavfsizlik talablariga javob bergan xizmat ko'rsatishga qo'zg'aldi. Hozirda tergovchilar oziq-ovqatlarning namunalariga olib borgan ekspertizaning natijasini kutmoqda. Eslatib o'tsak, Alato restoranida nikoh to'yi bo'lib, so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 150 dan ortiq kishi ovqatdan zaharlangan. Kasalxonalarda 100 kishi bor, ularning 20 dan ortig'i bolalar. Bishkekdan marshrut qatnovi to'xtadi. Bunga hukumatning sug'urta bo'yicha chiqqan qarori sabab bo'lgan. Haydovchilar har oyda to'lanuvchi 750 so'mga qarshi, bundan tashqari tarif narxini ko'tarish va 1-mayda boshlab umumiy forma kiyish majburiyati haydovchilarning noroziligiga sabab bo'lmoqda. Hukumat qanday chora ko'radi va vaziyat qachon izga solinadi? Muxbirimiz hikoya qiladi. Bugun Bishkek shahrida aholi tashigan kichik avtobuslarning haydovchilari ish tashlab noqulaylik yaratdi. O'quvchilar, talabalar va xodimlar o'z manzillariga kech ketishdi. Ведь посмотрите, это же действительно бардак. Мен Антоновкадан бери келиптам, жаттан бери саат 7-де чыккам, 7:30да. Жөө келатам, такси менен, таксида пробка, аябай жол. Ish tashlagan haydovchilar turli yerlarda yig'ilishib o'zlarining talablarini qo'yishdi. Unga yaqin kunlarda chiqqan hukumatning sug'urta qarori, tarif narxi va 1-maydan boshlab haydovchilar uchun kirayotgan umumiy forma sabab bo'ldi. Departament qizat birinchidan agentство keladi. Transport бар, и аның арасында ГАИ бар. Анан кейін алганда мына уже страховка деп. Акыркы уже адамдардын уже водительдер уже чыдамы кетип баштады. Haydovchilar talabini shahar hukumati tekshirib, ba'zilari asossiz ekanini aytishadi. Sababi hukumatning sug'urta qonuni ortga qaytarilmaydi. Biroq meriya vakillari haydovchilar bilan tushuntirish ishlarini olib borishgandan keyin 3-apreldan qatnov yana yo'lga qo'yilishini ta'kidlashdi. Hukumatning to'xtami bilan kirgizilgandan keyin bu bardıq жалпы республикага таандык маселе. Ошондуктан айдоочуларга туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүлдү. Анткени бул айдоочулардын өзүнүн эле пайдасы тиет. Анткени баягы Кудай сактасын бир нерсе болуп калса, ошол страховой компания келип, ошол маселелерди чечип берет. Айдоочуга баягы жеңилирээк болот да. Haydovchilarning talablarini ba'zi mutaxassislar asosli ekanini aytishadi. Sababi har oyda 750 so'mdan xususiy kompaniyaga berishlari kerak. Usiz ham foydasidan xarajati ko'p bo'lgan haydovchilarni sug'urta puli shaxsiy qo'llarga o'tayotganidan ular norozi. Biroq menchi kompaniyalarga o'rganib, men keyingilar men to'g'ri emas deb qo'llayman. Себеби bular agarda bunday praktikalar bo'lganda, agar olib turib qochib ketib qola turgan bo'lsa, ularni qaydan topasың? Kim biladi? Agarda mamlakat ko'zomolga o'zi ola turgan bo'lsa, unda bir mamlakatdan so'rasang dag'i jo'ndirib olsang da bo'ladi. Norozi tomon yo'l haqini 10 so'mdan 15 so'mga ko'tarish talabini ham qo'yishmoqda. Ular muammolari hal etilmasa ish tashlash noma'lum muddatgacha davom etishini ta'kidlashmoqda. Shahar hukumatining so'zlariga ko'ra talablarning asosiy qismi avvalgicha qoladi. Futbol bo'yicha Qirg'iziston Super Kubogini O'shning Oloy jamoasi o'zida saqlab qoldi. Ular kecha eng ahamiyatli bo'lgan o'yinda ikkinchi marotaba Dordoy bilan maydonga tushib, bu safar ham g'olib bo'lishdi. Oloy penalti seriyasida Dordoyni 6-4 hisobida mag'lub qildi. Qirg'izistonda eng yaxshi deyilgan ikki jamoaning o'yini haqida navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. Futbol ixlosmandlarining ko'pdan kutgan Superkubok o'yini 1-aprelda Kurmanbek stadionida bo'lib o'tdi. Bosh sovrin uchun bu yil ham O'sh bilan Bishkek jamoalari o'yin o'tkazishdi. O'yin dastlab juda yaxshi kayfiyatda boshlanib, 20-daqiqasida hisob ochildi. Birinchi golni Dordoy o'yinchisi Islom Shamshiyev kiritdi.
O'shliklar esa ularga 7 daqiqadan keyin javob to'pini kiritdi. Birinchi taym durang bilan yakunlandi. Dam olishdan keyin futbolchilar 68-daqiqada Allayning Qo'ja Joel hujumchisi gol kiritib, yana oldinga chiqishdi. Keyin Dordoyning bir qancha hujumlari samarasiz yakunlandi. O'yin yakunlanishiga 5 daqiqa qolganda esa Avazbek O'takeyevning goli hisobni tenglashtirdi. Durang natijadan keyin hakamlar 15 daqiqa qo'shib berishdi. Unda har ikki tomonning kuchi teng kelib, g'olib penaltilar orqali aniqlandi. Biz o'yin oldin 2 kun oldin nastroy qilganmiz. Davay super kubok olamiz. Былтыр дагы biz alganmiz 2017. O'shani doma qoldiraylik deb bu yil yaxshi kuchli nastroyмен chiqib, buyursa aldık mı super kubok. Şu bardığında ne şu Cavap'ın turgunlarına, jana Oş'tan kelgen, jana Bişkekten kelgen görmanlarına öte жақсы oyun gösterdik de oylayman. Özünüzler bilmekçi, şu penaltiler seriyasında şu utup alıp şu kuboktu qayta özünüzde alıp kalganı nasip etti. 11 metrlik penaltida o'shliklarning bittasi xatoga yo'l qo'ysa, bishkekliklarning ikkitasi gol kirita olmadi. Shunday qilib ikkinchi marotaba Super Kubokda Olay Dordoy ustidan g'alaba qozondi. Men o'ta suyunishdaman, shu Olay Oshga balet etdim. Молодец, baldarga yegilik. Men Dordoyga balet etken, Tilek'e karşı Dordoy utulup aldı. Biz o'z atayin Oshdan keldik, Olay komandasini balet qilgani, baldarni olib biz kutgan rezultat bo'ldi. Xudo xolasa qutluklaymiz, Olay chempion. Komandalar bular başından beri bilem. Bular Kırgızstan boyunca en atandaşkan komandalar. Ököten güçlü komanda. Oyun dostойный, ököten chempionlukka tatıqlı bolçu, biroq jengish biz tarafda ekan. Eslatib o'tsak, o'lka chempioni Olay jamoasi o'tgan yili ham Super Kubokni qo'lga kiritgan. Unda o'shliklar Aleksandr Kresining shogirdlarini 4-1 ga mag'lub etgan. Hilol Ashurova, Qabul Qo'chqonbay o'g'li, Shayir Zayirbek o'g'li Intimoq. O'shning Oloyi Super Kubokni yutib olgandan keyin bugun jamoani shahar yetakchisi qabul qildi. Aytmamad Qadirbayev jamoani ikkinchi marotaba Super Kubokni qo'lga kiritishi bilan qutlab, klub yetakchilariga, murabbiylarga va barcha o'yinchilarga minnatdorchilik bildirdi. Shuningdek, bu yil Top Ligada va O'lka Kubogida ham mana shunday yaxshi o'yin o'tkazishlarini qo'shimcha qilishdi. Olo 7-aprelda boshlanuvchi Qirg'iziston chempionatiga tayyorlanmoqda. Birinchi turda o'shliklar o'z stadionida Bishkekning futbol borbori jamoasi bilan uchrashadi. Geçen günü bizden Alay komandasının tarixinde daha bir çoğun bir buruluş, çoğun bir jengiş oldu. Sebebi ikinci yılı Katar'ından Super Kubok'tu, Kırgızistan'ın Super Kubok'unu utup alıp atады. Bul degen nerse ikinci yılı dağı Alay komandası özlerinin çınığı жақсы, Kırgızistan'da en aldığın komandası ekendigin tasıqtap oturады. Özlerinin çoğun çeberçiliklerini görgözüp, bizden Oş elinin, Jallabat şaharının, jana oşonday ele жалпы bizden Alay komandasının Kırgızistan'da kuyermanların daha bir jolu kuantırdı. O'shda prokurorlar bilan tergovchilar poraxo'rlikda ayblanmoqda. Bunday aybni gumondorlarning yaqinlari aytishdi. Ularning aytishicha, da'vogarlar ikki tomonga pora berib ishni cho'zmoqda. Bu orada gumondor 1 yildan beri uy qamog'ida bo'lib, tekshiruv yakuniga yetmayapti deb arzlanishdi. Huquqni himoya qilish organlarining bunga javobi qanday? Muxbirimizning navbatdagi lavhasida tanishasiz. Jinoyatda gumon qilinayotgan Tursunbek Amatovning qarindoshlari ishni ko'rib chiqayotgan tergovchi prokurorlardan norozi ekanliklarini bildirishdi. Tergovchilar gumondorning aybi isbotlansa ham vaqtni cho'zishayotganini aytishmoqda. Dag'ili shu mening uyim Gunoli, mana nima Iris Mamatov bo'lsa, Iris Mamatov bir yoqda ish olib boryapti-da, biz o'shiga norozimizda. Nima uchun o'sha murdagi nimelerdi qarayla, жаңы bir жағдайларды qayaqdagile жаңы bir eki güveni olib keluvle nemet otadi. 1 yil avval Qoraqulja rayonidagi kasb-hunar texnika o'quv yurti direktorining o'rinbosari Baqit Subatayev hushsiz og'ir ahvolda kasalxonaga yetkazilgan.
U shu kuni direktor Tursunbek Amatov tomonidan kaltaklangani aytilmoqda. Gumondorning yaqinlari bildirishicha, jabrlanuvchining kaltaklanishi isbotlangan emas. Shu sababli adolatli qaror chiqarishini kutishmoqda. Hali ketim chiqmasa men arizdanaveram shu. Prezidentga teyin boraman. Qatori talab qilinmoqda. Sud tibbiy ekspertiza kaltaklangandan keyin jabrlanuvchi birinchi guruhdagi nogiron bo'lib qolgan deb xulosa chiqargan. Биздин ишибизди через адвокат кеткен расходубузду эле төлөп берип коюңуздар деп сурандык. Алар бизге ошо чек 100 000 акча алып келишти. Аны мен алганым жок. Башынын мээнин катуу кабыкчасынын астында кан уюп, баш мээни кызып калуусу жана даражада мээ комасы деп экспертиза чыккан. Tergov ishi avval Qoraquloq rayonining ichki ishlar boshqarmasida boshlanib, ikki tomonning ishonchsizligi tufayli O'sh oblast ichki ishlar boshqarmasining uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limiga o'tkazilgan. Da'vo qilayotganlar yaqin do'st bo'lgani uchun sud tekshiruvlariga to'sqinlik bo'lmoqda. Shundan so'ng ishni O'sh oblast ichki ishlar boshqarmasi yanvar oyidan beri ko'rib chiqmoqda. Jaza protsessual kodeksining talablarini loyiq ish yurgizilib, 20 fevral kuni o'sha qilmishqa shektun ayıbı uğuzulup, bugünkü günü ошол iş sotqa жөнөтүлүп жатат. Ошол мурда шектүү деген адамдын айыбы угузулуп, ошол ургандыгы аныкталып, азыр 2 күндүн ичинде iş кылмышы sotqa өткөрүлүп берилет. O'sh oblast ichki ishlar boshqarmasining matbuot kotibi bildirishicha, tergov kechikayotganiga guvohlarning turli ma'lumot berayotgani sabab bo'lmoqda. Tergovchilar ishni ko'rib chiqishda bir tomonlama qaror qabul qila olmaydi. Bu yerda tegishli organlarning odamlari, oqlovchilar bor ekanligini, ular bilan birgalikda tergov ishlari adolatli olib borilayotganini bildirdi. Hurmatoy Nurmatova, Chinarbek Alibekov, Argen Qalbek uli Intimaq. O'shdagi tibbiyot o'quv yurtining davolash bo'limi bo'yicha talabalari o'quv muddati uzayib ketganidan norozi bo'lishmoqda. Ular ota-onalari bilan bu vaqtgacha O'sh davlat universitetining asosiy korpusiga yig'ilishgan edi. Rektoratning javobidan qanoatlanmay ministrlikdan norozi bo'lib matbuot yig'ini o'tkazishdi. Bugun o'lkada yana qanday voqealar bo'ldi? Navbatdagi lavhada tanishasiz. O'sh davlat universitetining tibbiyot sohasi davolash mutaxassisligining talabalari va ota-onalari matbuot anjumani o'tkazishdi. Ular o'quv muddatini 3 yilga uzaytirilishidan norozi. Ministrlikning qaroriga ko'ra talabalar 6 yil umumiy bilim olishgandan keyin 2 yil ordinatura, 3 yil oilaviy shifokorlar markazida amaliyot o'tashlari kerak. Shunda o'quv muddati 8 yil bo'lsa, hozir 11 yilga uzaytirilgan. Norozi tomon agar oilaviy shifokorlar kerak bo'lsa, mutasaddi tomonlar boshqa mutaxassisliklar avvalgicha qolishi kerak degan talabni qo'yishdi. Bizning xalashimiz o'sha bizning ele baldарды, o'sha murdag'i qanday topshirsa, 6 yil o'qib, 2 yil ordinatura bilan qoldirsa, o'sha g'ana razimiz. O'shoni g'ana tuzib bersin bizga. O'shoning uchun biz norozi bo'lamiz. O'shda autizm bo'yicha ma'lumot tarqatishning 1 oyligi e'lon qilindi. Shu sababli 2 apreldan ochiq eshiklar kuni uyushtirildi. Tadbir Ava Mama Plus autist bolalarni qo'llash markazi va Smile KG jamoat tashkiloti O'sh shahar meriyasining moddiy ko'magi bilan uyushtirishgan. Tashkilotchilarning so'zlariga ko'ra, bolalarni qo'llash maqsadida yurish bo'lib, yakunida Ummon jannati deb nomlangan kino namoyish etildi. Tadbirning asosiy maqsadi kasallikka chalingan bolalar hayotini yaxshilash va O'sh shahri yashovchilariga mazkur kasallik borasida keng ma'lumot tarqatishdan iboratdir. Eslatib o'tsak, 2 aprelda Xalqaro autizm kasalligi haqida ma'lumot tarqatish kuni. Hozircha jahon tibbiyotida mazkur kasallikning paydo bo'lish sabablari aniqlanmagan. 10 детей с аутизмом получают образование. Аутизм менен жабыркаган 10 бала Оштогу адистештирилген мектепте окуп жатышат. Аларды бала бакчага жана мектептерге да кабыл алышпайт. Алар үйүндө ата-энеси менен олтурушкандыктан эмне кылышты билбей зеригишет. Себеби аларга эч кандай жардам да берилбейт. Биз аларга медициналык, психологиялык жактан жардам беришибиз керек. Потому что нет помощи. Suzoqning Qorayog'och qishlog'ida qarovsiz qolgan madaniyat uyining hovlisiga 250 ta ko'chat ekilgan. Bu yerga tumandagi 60 dan ortiq davlat muassasa idoralarining rahbarlari 2 tadan ko'chat ekishi topshirig'i berilgan edi. Mahalliy hukumat so'zlariga ko'ra, mazkur bog' uchun 150 ming so'm ajratildi. Ta'kidlab o'tsak, bu yer 1970-yili tuzilib, keyinchalik sharoit yo'qligi sababli qarovsiz qolgan. Endi mazkur joy qishloqning madaniy markazi bo'lishi kutilmoqda.
иш-чара биринчи жолкусу эмес. Өткөнкү суббота күнү биз Көкжаңак шаарына барып туруп паркына 100 ак кайың эккенбиз. Бул сапар ак кайыңды азайтып атабыз. Бул 20-30 гана ак кайың, калганын баары туя көчөттөрдүн баарын алып атабыз. Бүгүнкү иш-чаранын баардыгын райондук мамлекеттик администрация тарабынан уюштурулуп атат. O'shda birinchi marotaba Qirg'izistonning 7 oblastidan yig'ilgan yoshlar xayriya ishlarini o'tkazishdi. Ko'ngilli yoshlardan iborat guruh qariyalar bilan bolalar uylariga borishdi. Maqsadi oila mehridan o'ksinganlarni qo'llab kayfiyatlarini ko'tarish. Yoshlar uyushtirgan tadbirga bizning ijodiy guruh ham guvoh bo'lib qaytgan. O'lka hududidan yig'ilgan yoshlarning O'shdagi tadbiri xayriyaga bag'ishlandi. Dastlab O'sh shahridagi Oltin uya mehribonlik uyiga borib, u yerdagi mavjud muammolar bilan tanishishdi. Shunday baldarga bir shunday dashkolni bala baqchasındagi shu yerga planlashtirsak bo'ladi-da. Antkeni bu помещение частный. O'shu yerda nima qaramaydi, shu yerga shunday dassak bo'ladi. Ko'ngilli yoshlardan tarkib topgan guruh O'shga ilk bor kelishi. Qirg'izistonning barcha hududida xayriya ishlarini rejalashtirgan guruh bolalar uyiga quruq kelishmagan. Demirchilerimiz var, özümüz jeke çarvabız var. Bu yerga atayın mına güneşkana uyuşturganbız. Özümüzdün baktaraklarımız var. Şu baldar özdörübüz uyuşulup, şu kışka, jaykaga tamak aşını özümüz kamsız kılabız. Andan sırtkары albatta mamlekеттин bölüp bergen акчасы ошолордун арасында бизге дагы мындай жөлөк болот, жакшы. Yoshlarning bu galgi tashrif rejasiga O'sh shahridagi mehribonlik Borkerdik uydan ham xabar olish kiritilgan. Bu yerdagi 30 nafar keksa va yana shuncha bolalar uchun issiq ovqat uyushtirilib, konsert dasturi namoyish etildi. Bu yerda hech qanday siyosiy yo'q. Bu yerda bir gana qayrımdılık işler. Жақсы bir şu жеті дуандан çoğulup birgelikte жақсы qayrımdılık işlerdi kılaylı, bir жақсы elge bir Kırgızстанға emne 40 жаштар қандай салым қошот. Şunda niyette alып baratабыз. Bunun birinci başlalışı 5-6 yanvarda Bishkek şaharında bolğon. Өнүктүрүү боюнча маселеге токтоло кетсем. Kunning ikkinchi yarmida yoshlar nima qilsak o'lka rivoji uchun hissa qo'shamiz degan mavzuda muhokama uyushtirishdi. Unda 7 oblast yoshlari o'z fikr va mulohazalarini bildirib, takliflarini bayon etishdi. Regiondordu өнүктүрүү жылынын алкагында региондорубуздун социалдык, экономикалык жактан туруктуу өнүгүүсүнө мамлекетибиздин алдыңкы өнүккөн өлкөлөрүнүн катарына кошуу аракетин бир гана мамлекет жүргүзбөстөн, жалпы баарыбыз кол менен биргеликте колубуздан келген жардамыбызды көрсөтүшүбүз абзел. Yil boshida tashkil etilgan Qirg'iziston Yoshlar ittifoqi bu kabi tadbirlarni o'lkaning barcha hududida uyushtirishni rejalashtirishgan. Faqat xayriya ishlari bilan cheklanmasdan ko'chat ekish va shanbaliklarga ham alohida e'tibor qaratishmoqda. Shavkatbek Umarov, Maratbek Akimbek o'g'li, Nursulton Abdukerim o'g'li, Intimaq. Ertaga 3-aprelda Qirg'izistonning ayrim televideniyalari vaqtincha o'chiriladi. Rejali profilaktika sababli raqamli dasturdagi ijtimoiy paketda joylashgan telekanallar tongi soat 8 dan 16:00 gacha o'z dasturlarini to'xtatadi. O'lkada yil boshidan beri ijtimoiy paketdagi teledasturlarda har oyning 1-seshanbasida rejali profilaktika olib boriladi. Qirg'iziston raqamli teledasturlarga o'tgan yilning may oyida to'liq o'tgan. Dasturimizda xalqaro xabarlar bilan davom ettiramiz. Kemirovaning gubernatori iste'foga chiqdi. Bu haqda oblast gubernatori Aman Tuleyevning o'zi e'lon qildi. Uning aytishicha, bunday og'ir yuk bilan ishlash qiyin. U o'z so'zida fojiada yaqinlarini yo'qotgan oilalarga yana bir bor hamdardlik bildirdi. Дорогие земляки, Kemirova gubernatori Aman Tuleyev xizmatidan ketdi. U iste'foga ketishini oblastdagi Zimnya Vishnya savdo markazida bo'lgan dahshatli voqeadan bir hafta o'tganidan so'ng bildirdi. Undagi yong'indan 64 kishi halok bo'lib, ularning 41 nafari yosh bolalar ekani aniqlangan. считаю для себя, правильно. Bunday og'ir yuk bilan o'rnimda qolib ishlash men uchun juda og'ir. To'g'ri qaror qabul qildim deb ishonaman. С таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора, нельзя.
Zimniya Vishni savdo markazida tilsiz yov 25 mart kuni soat 16lar chamasida boshlangan. Guvohlarning ta'kidlashicha, o'sha vaqtda binoda yong'inga qarshi signallar ishlamagan. Kinozaldan 36 kishi chiqa olmay hammasi halok bo'lgan. Bundan tashqari yo'lakdagi qo'shimcha eshiklarni ocha olmay 20 ga yaqini o'sha yerda vafot etishgan. Jarohatlanganlarning soni 79 ga yetgan. Hurmatli yurtdoshlar, men qo'limdan kelganini qildim. Halok bo'lganlarning oilalari bilan uchrashdim. Yana bir bor chuqur hamdardlik bildiraman. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Tergov ishlari jarayondan olingan ma'lumotlarga ko'ra, hodisa elektr simlaridan kelib chiqishi yoki maxsus o't qo'yilgan bo'lishi mumkin deb aytilmoqda. Bugungi kunda Kemerovdagi hodisa Rossiyada katta yo'qotishlarga sabab bo'lgan halokatlarning ikkinchisi deb belgilandi. Bungacha 2009-yili Perimda Romaya Loshit tungi klubidan chiqqan tilsiz yovdan 156 kishi halok bo'lgan edi. Endi esa dunyoda bo'layotgan so'nggi voqealar bilan qisqacha tanishib oling. Agar yangi qurollanish poygasi boshlansa, AQSh unda g'olib bo'ladi. Bu haqda AQSh prezidenti Donald Tramp 30-mart kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali so'zlashuv chog'ida bayon qildi deb xabar berdi NBC Oq uydagi manbalarga tayangan holda. Ma'lumotga ko'ra, Tramp maslahatchilari Rossiya bilan aloqani yaxshilash uchun prezidentga qat'iy yondashuvga amal qilishni maslahat berishdi. Manbaning bildirishicha, aynan shunday yondashuv Ukrainaga Javelin tankga qarshi komplekslarni yetkazib berishga asos bo'lgan edi. NBCning mustaqil ikki manbasi xabar qilishicha, Putin yadroviy qurolning yangi turlari haqida 1-marta federal yig'indagi bayonotida Trampning izzat nafsiga tekkan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an o'tgan haftadagi 15 falastinlikning o'limiga bog'liq Isroil hukumati rahbari Benyamin Netanyahuni bosqinchi va terrorchi deb atadi. Bu Netanyahuning turk harbiylariga aytgan tanqidiga javob bo'ldi. Ikki o'lka liderlari o'rtasidagi mojaro Isroil harbiylarining Isroil-G'azo chegarasidagi o'tgan haftadagi harakatini Turkiya tanqid qilgandan keyin boshlandi. Bunga javoban Netanyahu Twitterda o'z mamlakatining armiyasi ko'p yillar mobaynida tinch aholi ustida bomba yog'dirayotganlarga saboq berib qo'yishi haqida yozdi. U bu so'zlari bilan Iroq, Suriya va Turkiyaning o'zidagi kurdlarga nisbatan amaliyot o'tkazayotgan Turkiyani nazarda tutgan edi. O'z tarafdorlari oldida chiqish qilgan Erdo'g'an Netanyahu va Isroil davlatini tanqid qilar ekan, falastinliklarga qarshi agressiya o'tkazayotganlikda aybladi hamda terrorchi deb atadi va uni jahonda hech kim yaxshi ko'rmaydi deya bayonot berdi. Somon Air aviakompaniyasi o'z yo'lovchilarini 2-apreldan boshlab Dushanbe va Xo'janddan Rossiyaning 7 shahriga parvozlar to'xtatilishi ehtimolidan ogohlantirdi. Aviakompaniya rahbariyati buni 31-mart kuni Rosaviatsiyadan telegramma olgandan so'ng ko'rilayotgan majburiy choralar ekanini bildirdi. Telegrammada Dushanbe Tojikiston hududiga qatnovlarni amalga oshirish bo'yicha Ural avialiniyalarining iltimosini to'liq qanoatlantirmagani sababli Rossiya Tojik aviakompaniyalarining ma'lum bir yo'nalishlari bo'yicha ishlashiga ruxsat bermagani haqida yozilgan. Rossiya va Tojikiston aviatsiya rasmiylari o'rtasidagi mojaro 12-mart kuni Tojikiston tomon Ural avialiniyalari aviakompaniyasiga Perimdan Dushanbega parvoz uchun ruxsat bermaganidan so'ng boshlandi. Bunga javoban Rossiya transport vazirligi Tojikiston aviatashuvlariga aks choralar ko'rish borasida po'pisa qildi. AQShdagi universitetlarning birida odam qanday baxtli bo'la oladi degan mavzuda ma'ruza bo'lmoqda. Unga mingdan ortiq talaba yig'ildi. Ma'lum bo'lishicha, bu dars universitet tarixida mashhur bo'lgan kurslarning biri bo'ldi. AQShdagi Yelsk universitetining konsert zalida 1200 talaba yig'ildi. Ular professor Lori Santosning baxtlilik to'g'risidagi ma'ruzasida ishtirok etish uchun kelishgan. Professor Lorining baxtli yashash psixologiyasi darsi universitetning 300 yillik tarixidagi eng mashhur kurslarning biri bo'ldi. Bu leksiyani tinglashni istaganlarning soni ham ortib bormoqda. Kishilarda noto'g'ri istak degan psixologik fenomen bor. Bu qandaydir bir katta uy-joyni sotib olish uchun ko'p pul topishga harakat qilib, mehnat qilish degani. Haqiqatda bunday qadam inson bolasini baxtli qila olmaydi, chunki katta narsaga erishish uchun fikrlab odam o'zini charchatib qo'yadi. Lori Santos insonni baxtli qilgan 4 faktor bor deydi. Do'stlaring, oilang bilan suhbatlashib, dam olish, jismoniy mashqlarni bajarish va uyquni qondirish.
Hozirda bir qancha olimlar odam bolasi qanday qilsa dam oladi degan savolga javob izlashmoqda. Inson yaxshi ko'rgan kishilari bilan suhbatlashib o'tirganda o'zlarini baxtli his qila oladi, ammo buni hamma ham sezmaydi. Professor o'z so'zida inson shukr qilishga va atrofdagilardan minnatdor bo'lishni o'rganishi kerakligini qo'shimcha qildi. Bugun muxbirlarimiz tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumot kutmoqda. Tuningiz osida o'tsin, xayr omon bo'ling.